Siz ko'p ishlatadigan kurkumaning asl o'zbekcha nomi zarchava ekanligini bilarmidingiz? Yana ana shu zarchava Alsgeymer kasalligini oldini olishini-chi? Videoni oxirigacha ko'ring, bu haqida albatta aytib o'taman. Kurkuma, ya'ni zarchava, butun dunyoda oltin ziravor nomi bilan ataluvchi shifobaxsh o'simlikdir. Uning tarkibidagi eng asosiy faol modda bu kurkumin bo'lib, u organizm uchun juda ko'p foydali xususiyatlarga ega. Birinchidan, zarchava yallig'lanishga qarshi kuchli vosita hisoblanadi. Kurkumin organizmdagi surunkali yallig'lanish jarayonlarini to'xtatishga yordam beradi. Bu xususiyati bo'yicha u ba'zi dorilardan ham qolishmaydi, lekin tabiiy bo'lgani uchun nojo'ya ta'sirlari kam. Ikkinchidan, zarchava kuchli antioksidantdir. Zarchava organizmni erkin radikallar deb ataluvchi zararli molekulalardan himoya qiladi va hujayralarning qarish jarayonini sekinlashtiradi. Shuningdek, u organizmning o'z antioksidant fermentlarini faollashtiradi. Uchinchidan, yurak salomatligi uchun nihoyatda foydali. Zarchava qon tomirlarining ichki qavati, ya'ni endoteliy faoliyatini yaxshilaydi. Qon bosimini tartibga solishga yordam beradi va yurak kasalliklari xavfini anchayin kamaytiradi. To'rtinchidan, yuqorida aytganim, miya faoliyatini yaxshilaydi. Kurkumin miyada yangi neyronlarning o'sishiga yordam beradi. Bu esa xotirani kuchaytiradi, Alsgeymer kabi kasalliklarning oldini olishga yordam beradi, kayfiyatni ko'taradi va depressiya holatlarida yengillik beradi. Beshinchidan, bo'g'im og'riqlarida koni foyda. Artrit, ya'ni bo'g'im yallig'lanishi bilan og'riydigan insonlar uchun zarchava juda foydali. U bo'g'imlardagi shish va og'riqlarni kamaytiradi. Aziz obunachilar, zarchavadan samarali foydalanish sirlari hamda qarshi ko'rsatmalari haqida bilishni istasangiz, izohlarda 2 sonini yozib qoldiring va biz sizga tez orada yangi kontent tayyorlab yuboramiz. Videoga like bosib, yaqinlarga ulashishni unutmang.